Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Xitoydan zakaz qilgan tovarlarimni birgalikda raspakofka qilamiz. Undan avval kanalimga obuna bo'lib qo'ying, like tugmasini ham bosib qo'ying. Telegram kanalimga ham o'tib oling. Kanal shapkasida Telegram havolasi bor. 1 kilogramm $6 kargoda ishlayman. 15 kunda yetib keladi tovarlarim. Ayni hozirgi mavsumga bo'lib o'g'lim bilan qizimga shunaqa paypoqlar zakaz qilgandim. Juda ham sifatli keldi, yupqagina. Kargosi bilan umumiy 12 ming so'mga to'g'ri keldi. Sizningcha narxiga arziydimi, nima deb o'ylaysiz? Kommentlarda yozib qoldiring. O'zimga 38 razmerda mana bunaqa tapochka zakaz qilgandim. Juda ham sifatli keldi. Общий 32 mingga to'g'ri keldi. Kargosi 24 ming bo'ldi. Va mana bunaqa o'g'limga bosonojka zakaz qilgandim. 33 mingga to'g'ri keldi. Yumshoqligini qaranglar, sifatli, rasmdagi bilan bir xil keldi. Kargosi 16 ming so'm bo'ldi. Menimcha sifatiga gap yo'q. Menga yoqdi. Sizlar ham o'z fikringizni yozib keting. Men uchun qiziq. Qizimga ham mana bunaqa bosonojka zakaz qilgandim. Voy, biram sifatli keldi. Yumshoqqina, yengilgina. O'zi 15 mingga zakaz qilganman. Kargosi 18 ming bo'ldi. Общий 33 mingga to'g'ri keldi. Bizi bozorlarda narxlar qanaqa? Siz ham fikrlaringizni yozib keting. Va qo'ldagi bo'g'inlari og'riydigan insonlar uchun barmoqlarni massaj qiladigan shunaqa moslama zakaz qilgandim. Umumiy 9 ming so'm bo'ldi. Donasi 4500 danga to'g'ri keldi. Ikkita kelgan bundan. Sizlar ham o'rganmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan murojaat qiling. Xitoydan zakaz qilish kursim ochiq. Barchaga o'rgataman, noldan boshlab oxirigacha o'rgataman. Siz ham menga o'xshab o'z biznesingizni boshlab olishingiz mumkin. Mana bunaqa kichkinagina kashlikcha ham zakaz qilgandim. Sifatli keldi, narxiga arziydi. 10 ming so'mga keldi. Kargosi 3 ming so'm bo'ldi Xitoydan toki pochtagacha bepulga keladi. Faqat kargosini to'laysiz xolos. Toshkent shahar ichida bo'lsangiz, uygacha bepulga olib kelib berish xizmati ham mavjud. Va mana bunaqa pijamka zakaz qilgandim. Avokadoli, material biram yumshoq, zo'r, sifatli keldi. Biram o'zimga yoqdi. Umumiy 14 ming so'mga to'g'ri keldi. Zo'r-ku narxlari, to'g'rimi? Siz ham o'zingiz uchun biznes boshlash uchun Xitoydan zakaz qilish kursimga qo'shiling. Bu pijama biram zo'r. Ayniqsa skidka narxida zakaz qilganman. Sizlarga ham shunaqa arzon narxlarda, skidka narxlarda zakaz qilishni o'rgataman. Bilasizmi, buni 8 yuanga zakaz qilganman. 15 ming so'm bo'lgan. Skidkada umumiy 47 mingga tushdi. Yenglari uzun, ishtonlari ham uzun. Material biram